Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, Jobirbek kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilarimiz bugunga 50 bosh sog'liqlarimiz kelgan. Bunaqa bo'g'oz, naqd bo'g'ozlaridan kelgan aziz obunachilar. Bo'g'oz zo'rlaridan istagan ko'kalarimizga 50 bosh, 49 bosh, bir dona qo'chqarimiz bor. Obunachilar. Aloqachi qo'raslar nomerlarini qoldirib o'tamiz. Manzillarimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Bu qo'ylarimizni yosh o'yliklari keladigan bo'lsak, yosh o'yliklari 3-qorin, 4-qorin, 2-qorin anaqa aralash qo'ylarimiz. Tishlari yaxshi, xudo xolasa 6 tish, 4 tish. Bir ikkitaligisi bor, 8 tish qolgan hammasi. 4 tish, 2 tish, 6 tish. Shunaqa aloqachi qo'raslar aziz obunachilar. Narxlari keladigan bo'lsak, narxlari 4.800.000 so'mdan optimiga sotiladi. Donaga bo'lsa kelishilgan holatda. Dastlabkilari oddiy bo'ylab bo'ladi, Toshkentgacha kelishilgan holatda. Narxlari keladigan bo'lsak, obunachilar narxlari 4.800.000 so'mdan optimiga sotiladi. 49 bosh sog'lig'imiz, bir dona qo'chqari va qo'chqari boshqa narxda bo'ladi. Aloqachi qo'raslar qiziqqanlar bo'lsa, donaga bo'ladigan bo'lsa, u ham kelishamiz. Hammasi bo'g'oz, xudo xolasa naq bo'g'ozlardan istagan obunachilarimiz. Ichida 14 ta qorasi bor, qolgan hammasi sariq. Obunachilarimiz bo'ylari zo'r 85 plus, 5 ta bor 81, qolgan hammasi 85 plus. Olib, ko'paytirib foydalanadigan qo'y. Buni maqtabaligisi yo'q-ku. Sizlarga tavsiya qilaman, olishlaringni. Mana shu bir dona qo'chqor. Hammasi bo'g'oz buni. Qochmay qolgani yo'q. Hammasi bo'g'oz. Qirg'izistondan tushgan. Toza naqd bo'g'ozlaridan istaganlarga aloqachi qo'raslar aziz obunachilar. Xudo xolsa, yaxshi qo'y boqaman deganlarga akalar sizlarga olinglar deb tavsiya qilaman. Mashq qo'yam, oddiy mashq qo'yam, mana bo'g'oz. To'g'oy deb turibman, mana shu ham. Hammasi. Urnisi ham, hammasi shu ahvol, xudo xolsa. Sizlarga olishlaringni tavsiya qilaman. Maslahatim shu. Inshaalloh nasib qilib qolsa, kelishib qolsa, xayrini ham qilib beramiz. 49 boshda bir yerga osalang, telefon qilaverishlar, aloqa chiqinglar, nomerlarni qoldirib o'tamiz. 50 882 06 90 raqamiga telefon qilaveringlar. Salomat bo'linglar aziz obunachilar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsa hammalaringga.